Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan avtotestda qiynayotgan tartibga soluvchini ishoralarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni yo'l harakati qoidalarining 38-bandida tartibga soluvchini qo'llari yonga cho'zilgan va tushirilgan bir ma'noni bildiradi. Tartibga soluvchini o'ng va chap yelkasidan kelayotgan transport vositalarini to'g'riga o'ngga. Unutmang, tramvay esa relsli bo'lib, bularga faqat to'g'riga harakat ruxsat etilgan. Tartibga soluvchini oldi va orqa tomonidan kelayotgan transport vositalariga harakat ruxsat etilmaydi. Xo'p, quyidagi savollar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Rasmda ko'rsatilgan chorraha bu tartibga solingan chorraha hisoblanadi. Sabab chorrahada tartibga soluvchi yoki svetofor harakat yo'nalishini o'zgarishini belgilab turgan bo'lsa, bu chorraha tartibga solingan deyiladi. Agarda tartibga soluvchi yoki svetofor ishlamayotgan bo'lsa, bu chorraha tartibga solinmagan deb hisoblanadi. Hozirda tartibga solingan chorraha, ya'ni F2 javob to'g'ri chiqadi. Keyingi savolda mana tartibga soluvchini oldi va orqa tomonidan kelayotgan transport vositalariga harakat taqiqlanadi. Lekin o'ng va chap yelkasidan kelayotgan transport vositalari to'g'riga o'ngga ruxsat etilgan. Ko'pchilik shu joyda adashadi. Tartibga soluvchining bu ishorasi devor bo'lib xizmat qiladi deyiladi. Lekin bu devor deb xizmat qilsa chalg'ib qolamiz. Chunki devorga yetmasdan transport o'ngga harakatlanadi. Bu joyda harakat ruxsat etiladi deb chalg'ib qolasiz. Yo'q, tartibga soluvchining oldi va orqa tomonidan kelayotgan transport vositalariga harakat yo'q. Faqatgina mototsiklga, faqat to'g'riga o'ngga ruxsat etilgan. Hozir mototsiklimiz harakatini ko'ramiz. Mototsiklimiz to'g'riga harakatlanyapti, ruxsat etilgan faqat mototsiklga. Barcha transport vositalariga yo'q, avtomobil va mototsikllarga yo'q. To'g'ri javob F2. Keyingi savol. Tartibga soluvchi qo'llar yonga cho'zilgan holatda oldi va orqa tomondan kelayotgan transport vositalariga harakat yo'q. Bu joyda mana oq avtomobilga, keyin yashil avtomobilga harakat yo'q. Tartibga soluvchini chap yelkasidan kelayotgan sariqqa to'g'riga o'ngga harakatlansa bo'ladi. Bu joyda qizil esa to'g'riga o'ngga harakatlansa bo'ladi, chunki tartibga soluvchini o'ng yelkasidan kelyapti. Ko'k avtomobil esa harakat ruxsat etilmaydi. Bu joyda ruxsat etilgan qizil va sariq avtomobilga. Lekin savolda harakat taqiqlanganini so'rayapti. Harakat taqiqlangan ko'k, yashil, oq. Ko'k, yashil, oq. To'g'ri javob F2. Quyidagi video bunga izoh mana. Ko'k, yashil, oqqa harakat yo'q. Oq oldidan kelyapti, yashil orqadan, ko'k chapga va qayrilib olyapti. Ya'ni tartibga soluvchi qo'llar yonga cho'zilgan va tushirilganda chapga va qayrilib olayotgan transport vositalariga harakat ruxsat etilmaydi. Keyingi savol, harakat ruxsat etilgan. Yana o'sha savol, transportlar o'zgaryapti, variantlar o'zgaryapti xolos mana. Tartibga soluvchini oldi va orqasidan kelayotgan transport vositalariga harakat yo'q. Tartibga soluvchining o'ng va chap yelkasidan kelayotgan transport vositalariga, ya'ni bunga to'g'riga o'ngga, qizilga ham to'g'riga o'ngga harakat ruxsat etilgan. Ko'k avtomobilga esa chapga va qayrilib olish ruxsat etilmagan. Bu joyda ruxsat etilgan qizil, sariq avtomobilga. Quyidagi javob. Ya'ni quyidagi video orqali ko'rishingiz mumkin. Oq, yashil, ko'k avtomobilga harakat taqiqlangan. To'g'ri javob F1. Keyingi savol mana. Qaysi transportga harakat ruxsat etilgan? Yana o'sha holat, sariq bilan qizilga ruxsat etilgan. Bu joyda tartibga soluvchining qo'llari yonga cho'zilgan, tushirgan bir ma'noni beradi. Har doim shu qoidani doimiy shu chorraha mavzusi ishlayotgan paytingiz, ya'ni tartibga soluvchi ishlayotganda shu so'zni qaytarsangiz hech qachon chalg'imaysiz. Misol tartibga soluvchining qo'llari yonga cho'zilgan, tushirilgan bir ma'noni beradi. Unda tartibga soluvchining oldi va orqadan kelayotgan transport vosita harakati yo'q. Chap va o'ngdan kelayotgan relslarga faqat to'g'riga o'ngga ruxsat. Chap va qayrilib olayotganga harakat yo'q. Demak, oq, yashil, ko'kka harakat taqiqlangan. Ruxsat etilgan sariq va qizil avtomobilga. E'tibor beringlar, savolda ozgina variantlarda o'zgarishlar bor xolos, lekin savollar o'sha. Yoki bu savol bor mana. Endi shu joyda yana bir qoida, o'sha tartibga soluvchining qo'llari yonga cho'zilgan, tushirilgan bir ma'noni beradi. Bu vaziyatda oldi va orqadan kelayotgan transport harakat taqiqlangan
chap va o'ng yelkasidan kelayotgan transport vositalari, unutmang, rels sizlarga to'g'riga o'ngga. Rels sizlarga to'g'riga o'ngga. Lekin endi bu joyda bo'lak bo'yicha yurish tartibi ham bor. Misol uchun bir yo'nalishda ketish, mana mototsikl to'g'riga o'ngga yuriladi, bu bo'lakdan, ikkinchi bo'lakdan to'g'riga yuriladi, uchinchi bo'lakdan to'g'riga chapga qayrilib olishga. Har doim o'ngdan sanaladi bo'laklar soni. Hop, shu joyda relslilar esa faqat to'g'riga harakatlanadi. Bular o'ngga yura olmaydi. Ya'ni harakat kimga ruxsat etilgan desa, quyidagi video orqali ko'rishimiz mumkin. Yuk avtomobil va mototsiklga ruxsat etilgan. Bu joyda ko'k avtomobil yura olmaydi, chunki tartibga soluvchini o'ng yelkasidan kelyapti, chapga va qayrilib olish ruxsat yo'q. To'g'riga yurganda ruxsat bor edi. Tramvay esa faqat to'g'riga harakatlanadi, mana. To'g'riga harakatlanadi. To'g'riga yo'li yo'q. Qachonki tartibga soluvchi ruxsat ishorasida tramvay harakatlanadi. Ungacha tramvay yura olmaydi. Ruxsat etilgan yuk va mototsiklga. Hop. Quyidagi savol mana shu holatda yana o'sha qoida tartibga soluvchini qo'llari yonga cho'zilgan va tushirilgan bir ma'noni beradi. Tartibga soluvchini oldi tomondan yaqinlashayotgan avtobusga harakat yo'q. Mototsiklga ham harakat yo'q. Tartibga soluvchini o'ng va chap yelkasidan harakatlanayotgan relslilar faqat to'g'riga va o'ngga yurishga mumkin. Lekin chapga va qayrilib olayotgan yuk avtomobilga ham harakat yo'q. Ruxsat etilgan faqat oq avtomobilga. Qaysi transportga harakat ruxsat etilgan? Oq avtomobilga. Tartibga soluvchini barcha, ya'ni qo'llari yonga cho'zilgan, tushirilgan barcha savollar shulardan iborat edi. Sizda ham avtotestda qaysi savollar qiynayotgan bo'lsa, kommentariyaga yozing. Keyingi video darsliklarimizda shu savollarni olib chiqishimiz mumkin. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, bizdan uzoqlashmang.